Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rsangizlar bo'ladi. 750 bilan birga bir ishlangan shunday chiroyli ko'rinishdagi brilliant komplektimizni xarid qildilar. Qo'y qaldingizlarmi, xudo xolasa? Yoshlar baxtli bo'lsin. Amin, amin, amin. Bizlardan rozimisiz? Baholardan ko'ngil to'ldimi? Ko'nglimiz to'q. Aydaymi hammasi? Hamma shu klientimiz Yulduzda. Birday kelamiz. Shu kelinimizga ovatamiz. Baxtli bo'lsinlar. Bilet tashiysa bu yoqqa. Xudo xolasa ertangi kuni qimmatbaho sovg'alardan birini yutishingiz mumkin. Chet elga sayohat yutib ketsangiz, o'zingiz borib o'tirmanglar, yoshlarni yuborasizlar qo'ylangiz. Sog' bo'linglar. Albatta xaridimda shunday ajoyib sipochkamiz bilan brasletimiz bo'ldi. Bular yonib yotibdi, lazerniy probada. İtalyanskiy zolto bular. Xudo xolasa og'am kimga oldi? Qizini oldi podarkaga. Baxtli bo'lsin qizingiz. Ondan ham yaxshilanib yursin. Nereden keldingizlar? Şuradan bir oyundanmı? Men. Xudo xolasa omadli qo'lingizlar bilan tashang. 30-chislada Melek miydi qizinizning ati? Melek xonim kelsin. O'qiymiz familiyatlarni kelib tashang. Omadingizda buna. O'zi oladi, omadini sinab ko'radi. Xudo xolasa u chiqsa omadidan. Omadingizda bersin, to'ylarga tarish nasib etsin. Shunday ajoyib sipochkamiz, cross deb aytiladi. Buning nomi kolokolchik 60 sm 19.05 skidksenalarda sestrama berdim. Xudo xolasa xayrli qo'llarıngiz bilan tashang. Nursangiz omadingizni sinab ko'ramiz 30-chislada. Ya'ni omad sizga, xayr baraka. İşlerinizga rivoj. Salomat bo'ling. Navbatdagi xaridimda shunday ajoyib brilliantimiz bular 585. Lekin birga bir Bakinskiydan kopiyasi. Usti brilliant. Mana bu qizlarni zirak oldilarmiz, zavodskoy, pravilniy palatida kelgan narsalar. Arzon narxlarda qilib berdim. Xudo xolasa 30-chislada kutib qolamiz. Qog'ozingizni o'zingiz tashlang. Omad 30 avgust kuni soat 6 ga kutamiz. Tabriklaymiz. To'ylarga tanish nasib etsin. Omadlaring bersin, hammangizni.